100 yillik marafon. Abdore Michael Pillsbury. Birinchi bob Xitoy tushi. Birinchi bo'lak. Osmonda ikki quyosh bo'lsa bo'lmaganidak, zimindimi ikki hukmdor bo'lsa bo'lmaydi. Konzi. Xitoy raisi Xi Jinping 2013-yili martda vazifaga o'tirganda Amerikadagi Xitoy vaziyatini kuzatuvchilar uni tushunib ketmaydi. Xitoydagi qattiq qo'llar uni olqishlasimi, g'arb kuzatuvchilar orasida umumlashgan tushunchada Xi Jinping kishiga ziyon yetkazmaydiganda ko'rinadigan, qo'yiq qora chashliq, yiqimliq kulib turadigan, Xitoydagi konservativlarni siyosiy sahnadan siqib chiqarishni maqsad qilgan. Shundaqla kuzatuvchilarimiz uzundan buyon chin pitib kelgan. Xitoy erkin bozor tipidagi demokratik davlatga aylanadi degan qarashni oxiri to'nib yetgan Gorbachevga o'xshash islohotchi edi. Lekin Xi Jinping nayt tezla o'zining qaytadan qad ko'targan Xitoyning dunyodagi tegishlik ustun o'rnini qo'lga keltirdiganligidan iborat bir tushi, ya'ni orzusi borligini isbotladi. Bu Xitoy Kompartiyasining Mao Zedong 1949-yili taxtga chiqqanda boshlangan g'oyasi edi. 1949-yili Xitoy rahbarlar tarafidan umumyuzlik holda 100 yillik marafonning boshlanishi deb qaraladi. Xitoy raisi Xi Jinping qattiq qo'llarning Fu Xingzhilu, ya'ni qayta qad ko'tarish yo'li degan iborasini qo'llandi. Ilgari ikkilamchi iqim sifatidagi Xitoy millatchilarining belgisi bo'lgan bu uqum yangi Xitoy raisi Xi Jinpingning xos shuardan biriga aylandi. Beijingdagi Tiananmen maydonining bir chetida 1949-yili Mao Zedongning buyrug'i bilan yasalgan egizligi 40 metrcha keladigan bir munar bor. Kasbiy ijozat olgan va Xitoy hukumati tarafidan nazorat qilinib turadigan siyosat yetakchilari chet elliklarni bu munarning yeniga opirishni xohlamaydi. G'arbliklar bu munarning yeniga o'zi bora olgan taqdirdimi, munarning marmar va granat toshlarga o'yilgan rasm va xatlarning inglizcha tarjimasi bo'lmaganligi uchun bu munarning nima narsa ekanligini tushunolmaydi. Bu munarning eng daslipidan tartibla 100 yillik marafonga hokimlik qiladigan tafakkurni o'ziga mujassamlaganligini texmi bilmaydi. Bu g'oyat zo'r munar internetda shundaqla kishilar orasidami xalq qahramonlari xotir munari deb ataladi. Bu munar amaliyotda Xitoylarning g'arb kuchlarining qo'lda tortgan 1839-yildagi tunji qatimliq Apyon urushida boshlangan 100 yillik xorliqdan qutulganligining simvolidir. U chaqdagi Apyon urushi Angliya bilan Qing sulolasi o'rtasidagi savdo nizosidan keyin Angliya xon jamiyati dengiz armiyasining Xitoy portlariga besib kirish bilan boshlangan edi. Bu munarga o'yilgan xat va rasmlarda Xitoyning 100 yillik tarixi zamon tartibi bo'yicha tasvirlangan. Bu 100 yil eng kamida Xitoy kommunist hukumatining nazaridagidek xalq qarshilik harakatlari, g'arb mustamlikachiligi va 1949-yili Mao Zedongning taxtiga o'ltirib, g'arbning Xitoyni xorlashiga xotima berishi bilan avjiga chiqqan partizanlik urushlari bilan to'lgan edi.
Amerikалық саятчылар әр күн бұл мұнарның еніден өтіп, оны сүрәткі тартыдойы бұл мұнарға мүчәссәмләнген өзіге, яғни ғәріпліклерге қартылған ұчырларға диққат қылмайды. Bu мұнарның Xitay xalqı arasında vətənpərvərlikning yadroliq simvollardan biriga aylanğanlığı biz nazardan saqit qilgan yana bir uchurni. Xitayning adolat kuni kelyapti degan signalni bizga yetkazadi. Qisqacha qilib aytganda, bu munar Xitay-Amerika munosabatining eng mukammal simvollaridan biri. Bu münasibət jarayonida Xitay o'zi ilgari uchirgan adolatsizliklarning o'rnini to'ldirib kelayotgan, ya'ni naf elayotgan bo'lsa, Amerika butunlay zulmat ichidadir. Xitaylar da'vo qiladigan Xitoyning yer sharidagi davlatlar qatlamida alayda o'ringa ega ekanligidan iborat bu uqum Xitay Kompartiyasining bosh ko'tarishidan xeyli burunli mavjud edi. 19-asrning oxirlarida Yevropa kuchlari Xitoyni Sharqiy Osiyo kasal ko'rpisi deb atashadi. Bu uqum cho'kayotgan Osman Turk imperiyasiga berilgan Yevropadagi kasalman laqabini o'rnak qilgan edi. Bu uqum nurg'un Xitoy ziyolilarining g'arb kuchlariga va boshqalarga bo'lgan nafratini kuchaytgan va bu xil nafratni haqqoniylashtirgan edi. Xitoy inqilobchisi Chen Tianhua 1903-yili ajnabiylar bizni Sharqiy Osiyo kasal ko'rpisi, yavoyi, qaloq irq deyishidu deb voysigan edi. Әдәп ketgan bu yara Xitoy xalqarada eng yuqori qatlamdagi tegishlik o'rniga erishmaguncha saqaymaydi. 20-asrning boshlarida Xitoy yozuvchilari va ziyolilari Charles Darwin bilan Thomas Huxleyning asarlariga qavatli maftun bo'lishgan edi. Darwinchi raqobat va moslashalganlar hayot qilish nazariyasi Xitoylar g'arbning qo'lida tortgan xo'rliqning o'chini elishga mos keladigan yo'l sifatida ularning olqishiga erishgan edi. Tarjimon, olim va islohotchi Yan Fu Huxleyning tadrijiy taraqqiyot nazariyasi va etika degan asarni xitoychaga tarjim qilgan tunji kishidir. Lekin Yan Fu asli asardagi tabiatning tanlishi degan uqumni tavtay, ya'ni shallash deb tarjim qilib ajallik xatolik o'tkazgan va bu xatolik Xitoylarning Darwin nazariyasini tushunishiga yetakchi rol o'ynagan edi. Shu vajidan Xitoylarning nazarda raqobatda uturganlar ojizlar deb qarilib qolmasdan ular yana tabiat yoki siyosat dunyosidan yo'qotib o'tiladi. Ojizlar kuchliklarga yem bo'ladi. Hamoqatlar aqllarga qul bo'ladi. Shu taraqqiyda eng oxirda saqlanib qolganlar o'z zamoniga, makoniga va insonlik o'rniga eng mos kelganlar bo'ladi deydi Yan Fu. O yanama ishkirlab, g'arbning nazarda tuvan darajalik eriqning barcha a'zolari yuqori darajalik eriq tarafidan yo'q qilib o'tilishi kerakligini yozadi. 1911-yili zamonaviy Xitoy davlatining otasi Sun Yat-sen o'z programmasida ochiq oshkor holda erqiy saqlanib qolish nazariyasini asos qilgan edi. Sun Yat-sen Xitoyning chet el kuchlariga qarshi ko'rishini, seriq tanliklarni bo'ysundirish, hatto yo'qotish niyatida bo'layotgan oq tanliklarning erqiy yo'qotishiga qarshi tirkishish deb tasavvur qilgan edi. Bu tasavvur 1949-yili qaytadan qo'llanildi.
Mao Zedongning asarlari Darwinchi ideyalar bilan to'lgan. Mao Zedongning eng kuchli ta'sirga uchragan ikki tarjimonning biri bu haqda kelgusi kurashda faqat oq va seriqdan iborat ikkili eriq bor bo'ladi. Seriq tanliklar o'z strategiyasini o'zgartmaguncha, oq tanliklar bu kurashda ustunlikni egallab turadi deb xulosa chiqargan. Mao Zedong va uning sabdoshlari Karl Marksning yozmalarini ko'rishdan ilgirila Xitoy mavjudligining, Xitoylarning xos alayliklarini ta'kidlaydigan uzun muddatlik oshqun strategiyaga bog'liq ekanligiga ishongan. Shu vajidan Xitoy kommunistlarining strategiya tafakkurida keskin raqobatga to'lgan dunyoda saqlanib qolish uchun kurash qilish ideyasi yetakchi o'ringa o'tgan. Mao Zedongning Qizil armiyasi 1930-yillarda hukumat armiyasiga asir bo'lib qolishdan qechib, ro'yobga chiqargan mashhur uzun safar mazgilida Mao Zedongning yonida faqat bir parchali kitob bor edi. U tarixiy saboqlardan yakunlab chiqilgan davlat idora qilish haqidagi mahoratlar bayon qilingan G'arbda o'xshash yo'q bir kitob bo'lib, mazkur kitobning eng muhim qismlari elni idora qilishga foydali o'rnaklar degan nomda inglizcha tarjima qilingan. Bu kitobning mazmuni Xitoyning urushqoq bagliklar davridagi taktikalarga markazlashgan va milodidan burungi 4000-yilgacha bo'lgan oraliqdagi hikoya va aqliya so'zlarni o'z ichiga olgan. Bu xil aqliya so'zlardan biri bo'lmish ko'ngziga nisbatan berilgan osmonda ikki quyosh bo'lsa bo'lmaydi degan so'z Xitoylar mabtum bo'lgan Darwinizm tushanchalari bilan yuksak birdaklikka ega. Ko'ngzining bu so'zining ma'nosi dunyo tartibining tabiiy qatlamlarga bo'linishdir. Bu xil qatlamlar dunyoning eng ustida cho'qim faqat birli hukmdor bo'lish kerak degandan iboratdir. Amerika mutaxassislarining Xitoy haqidagi eng cho'ng xatoliklardan biri mazkur kitob, ya'ni elni idora qilishga foydali o'rnaklarga astoydil muomala qilmaganligidir. Bu kitob azaldan inglizchaga tarjima qilinib boqmagan. Taki 1992-yilga kelganda biz New York vaqt gazetining muxbiri Harrison Salisbury'dan shuni bildikki, Mao Zedong bu kitobdagi ibrat saboqlarni 1935-yili yaxshi ko'ribla qolmasdan toki 1976-yili o'lganga qadar bu kitobni takror o'qigan. Deng Xiaoping va boshqa Xitoy rahbarlarimi bu kitobni o'qigan. Hatto Xitoydagi to'liq o'rta maktab o'quvchilari mush kitobdagi urushqoq bagliklar davridagi saxtbazlik qilishni, dushmanning qo'rshoviga tushib qolishdan saqlanishni, yuksalayotgan bir kuch, ya'ni davlatning qarshi tarafni bexutlashtirib, o'ziga tamanno qo'yg'izishni o'rgatadigan voqealardan tanlab tuzilgan darslik kitoblarni ko'chirib o'rganadi. Biz bularning hammasini nazardan saqit qilib navbatdagi ideologiya ko'rishida sotsializm hammadan mos kelguchi, ya'ni tuzum bo'lish sufati bilan g'albaga opiradigan butun shart sharoitlarni hozirladi deydi Mao Zedong tipik Darwinizmcha abzasdan birini o'rnak qilib turib. 1950-yillari Mao Zedong va boshqa Xitoy rahbarlari butun dunyoga hokim bo'lishni pat-patla tilga olgan edi. Ammo g'arbliklar bu xil so'zlarni Xitoylarning dab-dablik xomxiyoli,
yoki millatchilik asabiylikni ko'riklashdiki boshqalarga ziyni yetmaydigan davrang deb qarab nazardan saqit qilishdi. Amaliyotda buning Amerikadagi Eisenhower, Kennedy, Truman yoki Nixon qatorliqlarning Amerika dunyodagi eng buyuk davlatdir deb so'zlagan nutqlaridan farqi yo'q edi. Xitoyda cho'ng sakrab ilgirlash deb atalgan mezgilda Xitoy Kommunistik partiyasi Angliyadan eshib Amerikaga yetishib olish shuarni o'ttirib qo'ygan edi. Ammo ularning bu ishdagi astoydilligini his qilib yetaliganlar to'limi oz bo'ldi. Mavzudun taxtda o'ltirgan mezgillarda Amerika istixborot organlari o'zining bir taraflama ko'z qarashining iskanjisida qoldi. Nurg'un kishilar Xitoylarni bir to'p radikallar tarafidan yetaklangan tarki dunyochi, asosan ibtidoiy holatdagi insonlar deb qarashdi. Xitoyning kuchlari mashina bilan emas, velosiped bilan to'lgan edi. Xitoy yasimachilari to'qliq shamoldiriqnimi yasay olmaydi. Xitoyga mablag' soladigan chet elliklarmi oz edi. Maozdungning g'alati millatchilik plani g'arbliklarning masxara obyekti edi. U Xitoyning chet ellardagi barliq elchilarini qaytarib kelgan edi. U dehqonlarga yordam qilish uchun harbiylarga buyruq tushirib, ziroatlarni yeb ketayotgan qushlarni o'ltirgizgan edi. Bu buyuk doyi qushqashlarning ziyondosh hasharotlarni yo'qotadiganligiga minnatdorlik bildirdigandekmi qilmaydi. Shuning, ya'ni keng ko'lamda qushqash o'ltirishning natijasida Xitoydagi ziroatlar keng ko'lamlik hasharot ofatiga uchragan edi. Amerika istixborot organlari Xitoy Sovet ittifoqining ikkilamchi sheriki bo'lishga rozi bo'lmaydi degan dokladga ishonolmagan edi. Xitoydak orqada qolgan bir davlatning bir kunlarda Amerika bir yoqda tursin, Sovet ittifoqiga raqib bo'la olishidan iborat bir ideya Amerikaliklarga to'limi kulkilik tuyulgan edi. Lekin bir turkum kishilar, ya'ni Sovet ittifoqining rahbarlari bu gapni anglaganda kulolmagan edi. Ular Amerikadan xeyli burunla Xitoyning nima ishlar bilan hapilishib yurganini ko'rib yetgan edi. Marafon haqidagi tunji yip uchi Moskvadan kelgan edi. 1950-yillari Xitoy ochiq oshkor holda Sovet ittifoqiga kommunist davlatlarning lideri deb itoat qiladi. Xitoylar yolg'ondan ojiz siyoqqa kirib olib, texnikada yuqori saviyaga yetgan ruslardan yordam talab qilgan edi. Lekin qo'shimcha personajlik Maozdunga mos kelmaydi. Sovet ittifoqimi buni biladi. Gerçi Sovet ittifoqi Xitoydan nayt xavfsiraydigan, gumonlanadigan bo'lsa-mu, lekin ular Xitoy Amerika ittifoqining qurilishidan texmo andish qiladi. Shunga ular Amerikaga xato uchur yetkazgan edi. 1961-yilning oxirida Anatoly Kolitsin ismli bir odam Amerika Markaziy axborot idorasining Helsinki sho'basining mas'uliga yaqinlashib, o'zining Sovet ittifoqidan yuz o'rish istagi borligini bildirdi. Amerika Markaziy axborot idorasi uning oilasidagilar bilan birga Helsinkidan Stokgolmga uchadigan aeroplanga chiqishiga yordam qiladi.
Ukrainada tug'ilgan Kolitsin 45 yoshda bo'lib, Sovet ittifoqining Finlandiyadagi elchixonasiga avatilishdan ilgari KGBning strategiyalik plan bo'limida Ivan Kilonov degan ismda xizmat qilgan mayor edi. U Sovet ittifoqining g'arbdagi harakatlarga aloqador axborot hujjatlarini ko'targanicha Stokgolmdan Amerikaga qarab uchadi. G'arbga yetib kelgan eng muhim yuz o'rgichi deb ta'riflangan va keyincha dangliq televiziya filmi Vazifa imkonsizlikda uni prototip qilib personaj yaratilgan Golitsin yana keyingi necha yilda Amerikaning diplomatiya va istixborot sohasiga talto'kis ta'sir ko'rsatgan Xitoy Sovet munosabati tushanchisini birga elib kelgan edi. Dastlabdan tartibla Amerika istixborot doiralari Golitsinga ishonishga moyil edi. Ummo g'arbdagi bir qancha dangliq Sovet jasusning ismini ta'minlash orqali o'zining ishonchli ekanligini isbotlagan edi. Uning eng halqiliq yordami Angliya istixborot amaldori Kim Phillipsning amaliyotda qo'sh taraflik KGB jasusi ekanligini jazmlashtirganligi edi. Shundaqla Golitsin ma'lum ma'nodan aytganda suiqasdchilik nazariyalaridan bo'lib, u keyincha Angliya bosh ministri Harold Wilsonni KGBning uchur ta'minlaguvchilaridan biri demoqchi bo'lgan edi. Uning suiqasdchilik nazariyalaridan biri Xitoy kommunistlari bilan Sovet siyosiy byurosi orasidagi kommunizm dunyosining kontrolligini talashish sabablik yuz bergan ig'ir bo'linish haqida eqib yurgan. Shundaqla barg'ansir kuchayotgan ig'volarga munosabatlik edi. Golitsin Amerikaliklarni bu ig'volarning asossiz ekanligiga ishontirgan edi. Uning deyishicha, bu KGB Xitoylarning Amerikadan qimmatli axborotlarni o'g'irlay olish uchun o'rinlashtirgan aldamchilik edi. Golitsin Amerikani yana shu xususda ogohlantirgan ediki, uning qarashicha ma'lum bir vaqtda boshqa Sovet xoinlari Amerikaga kelib, o'z qo'lida Xitoy Sovet munosabatining buzilganligiga aloqador isbot borligini da'vo qilishi mumkin edi. Shu vajidan bu jasus yetib kelganda uningga ishonishga bo'lmaydi degandek. Shuningdan 2 yildan ko'proq vaqt o'tganda Golitsinning bisharti rost chiqdi. 1964 yil yanvarda Yuriy Nosenko ismli KGB jasusi Janvadagi Amerika Markaziy axborot idorasining bir xizmatchisi bilan aloqalashdi va shuningdan uzun o'tmayla Sovet ittifoqidan yuz o'rdi. U g'arbda Sovet ittifoqi uchun qo'sh taraflik jasuslik qilgan edi. Keyin u Sovet ittifoqiga chaqirildi-da, o'zining u yerga qaytib borsa, turmaga tashlanadiganligini, hatto uningdan ig'ir oqibatga qoladiganligini bilganligi uchun o'zini Amerikaning qo'yniga otdi. U Amerikaga kelgandan keyin Xitoy Sovet munosabati haqidagi birdak e'tirof qilingan ko'z qarashlarning nurg'uniga qarshi fikrlarni o'ttirg'i qo'ydi. U Xitoy Sovet orasidagi ig'ir ziddiyatga aloqador xabarlarni elib kelgan bo'lib, bu Golitsinning Xitoy bilan Sovet ittifoqi orasida ziddiyat bor degan gaplarning asosi yo'q degan so'ziga tubdan zid edi. Xitoy bilan Sovet ittifoqi orasidagi qiyos qilingan bu ziddiyat amaliyotda shu darajada ig'ir ediki,
Мәзкур ikki davlat shu sabablik chegarada to'qinishgan. Hatto buning umumyuzlik urushga aylanib ketish xavfi ko'rilgan edi. U, ya'ni Yuriy Nosenko, KKP tarafidan Amerikaga avatilgan. Xitoyni texmi zo'r kuchga ega qiladigan Xitoy-Amerika ittifoqi shakllanishining oldini olish uchun qasddan xato uchur tarqatadigan josusning o'zi emas. Aksicha dal Golitsin ekanligini aytdi. U yana Mavzudning xalqaro kommunizm sistemasiga emas, butun dunyoga hokim bo'lish o'yi borligini doklad qildi. Bu ikki uchur manbasi ta'minlagan ziddiyatlik ko'z qarashlar Amerika hukumatini tanqislikda qo'ydi. Bir tarafdan bu ikki kuchlik kommunistik davlat orasida ziddiyat bor degan ko'z qarashning ishkirlab qizish, foydalanish qimmati favqulodda yuqori edi. Yana bir tarafdan Amerikaliklar bir kommunistik davlatning ideologiya sabablik cho'qim yana bir kommunistik davlatni qo'llaydiganligiga va g'arbning o'z orasidan yo'chiq etishdiki har qanday urinishlarga birlikda qarshi turadiganligiga ishonadi. Tadrijiy holda Amerika istixborot sohasidagilar Yuriy Nosenkoga ishonmaslikda o'rtaq qarashga keldi. Shundaqla ularning bu maydoni, ya'ni Xitoy bilan Sovet ittifoqi orasida ziddiyat yo'q degan yakunga kelishi, shuningdan keyingi necha 10 yilda Xitoy bilan bo'lgan muomalasi jarayonidami davomlashdi. Amaliyotda ular xatolashgan edi. Nosenko to'qib chiqqan hikoyalardan voz kechishi mumkin degan umidda ayrim qamab qo'yildi. Ammo u 3 yillik qamoqdan keyinmi, ya'ni Xitoy bilan Sovet ittifoqi orasida ziddiyat bor degan hikoyasidan yoki ishonchisidan yonmadi. Nihoyat, ba'zi amerikalik tahlilchilar Nosenko o'zlarining ko'z oldida pulanglatib turgan Sovet ittifoqiga qarshi Xitoy-Amerika ittifoqi shakllantirishdan iborat jazbador tasavvurga umid bilan beqishqa petindi. Amerika Markaziy axborot idorasi va Federatsiya tekshirish idorasi bu ishning tegiga yetish uchun xalqaroliq axborot to'plash harakatini boshladi. Ana shu chog'da men bu ishning ichiga kirdim. 1969-yili Amerika istixborot sohasidagilarning qo'lida bu munozirani oyoqlashtira olish mumkin deb qaraladigan ikki kozir bor edi. Birinchisi KKB'ning josuslikqa qarshi faoliyatlar bo'limidagi yaramliq bir odam. Ikkinchisi Sovet siyosiy byurosining a'zolari bilan yaqindan aloqa qila oladigan bir shaxs. Ammo baxtga qarshi ularning hech qaysisidan foydalangan bo'lmadi. Shu vajdan Xitoy Sovet munosabatidan iborat tepishmoqni yechish uchun Amerika istixborot doiralari ularning o'rniga qarg'a keladigan, ya'ni to'van darajalik manbalardan foydalanishga majbur bo'ldi. Ayni vaqtda nomzod sifatida Nyu-Yorkka joylashgan Sovetcha ideyadagilar bilan to'lgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kotiban boshqarmasida xizmat qiladigan bir oddiy aspirant bor edi. Ayni vaqtda men 24 yosh bo'lib, bosh kotibning ishxonasida siyosiy ishlar xodimi bo'lib ishlayotdim. Men bu xizmatga Kolumbiya universitetidagi bir professorning yordamida o'rinlashgan edim.
Gerçi mən tövən dərəcəlik xizmət orunda bolsammı, әмма mən bölümdəki barcha orunlarda xizmət qıladigan birdən-bir Amerikalik edim. Mening oldingi qatimliq xizmat o'rnimda olgan bexatarlik ijozatnomam bo'lg'achqa va dunyodagi har qaysi davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotlaridagi yuqori darajalik ishxonalarga qarorlik kirish fursatim bo'lg'achqa, men federatsiya tekshirish idorasi va markaziy axborot idorasi uchun nihoyatda ro'shan bir nishon, ya'ni nomzod edim. Davomı var.